Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun biz ushbu stolimiz chiqib ketishidan oldin hozir hamma obzorlarni qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, bizni qo'llab-quvvatlab, like bosish esdan chiqmasin. Shunaqa to'yxonasi bor, arendasi bor. Arenda biznesi bilan shug'ullanadigan tanish-bilishlarga shu videoni jo'natib qo'yamiz. Bu stollarimizda ma'lumotlarni berib o'tadigan bo'lsak, profillari 2x2 profildan bo'lgan, stenasi 0.95 stenadan qilingan. To'rala tarafiga mana shunaqangi holatda kashak berilgan bo'ladi. Baquvvatligi juda ham baquvvat bo'lgan. Boshlash mumkin. Endi buni tagliklari taxta faneradan qilingan bo'ladi. Tagliklari polni taxta fanera, bolt gaykali qilingan mana shu holatda bo'ladi. Buni xon taxtalariga keladigan bo'lsak, xon taxtasi tepasi taxta fanera laklangan bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringdek yaltirab blisk berib turibdi. Oyoqlari 2,5 profildan mana shunaqangi ikkita kashaklik bo'ladi. Yig'ishtiriladigan bo'ladi. Hozir yig'ishtirilgan holatini ham hozir oxirida, videoning oxirida ko'rsatib o'taman. Mana bu hozir 10 kishilik. Mana ko'rib turganlaringdek oyoqlari ham mana ozgina ichkariga kirgizib qilingan bo'ladi. Maytda o'tirgan odamga xalaqit bermaydi. Bemalol o'tiraveradi. Maytda o'tiradigan odam ham bemalol mana bunaqa holatda oyog'i mana shu holatda bo'ladi. Umuman xalaqit bermaydi, xullas oyoq hech kimga xalaqit bermaydi. O'tiraveradi bemalol. Mustafa, nima qilyapsan? Buni Xorazmga qilib berganmiz. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beraveramiz. Qayerdan bo'lsa ham bemalol telefon qilishlaring mumkin. Yana buni materiallariga kelsak, mo'shi material. Mana tepalariga mana shunaqangi tuyoqlar kirgizilgan bo'ladi. Baquvvatligiga, sifatiga 100% garantiyasini beramiz. Yetib borguncha oralariga folgalarni qo'yib, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Undan tashqari mana bunaqangi paxta gulli stollarimiz ham bor. Medalyon ham bor. Medalyondan ham qilib beramiz. Bunimizning narxi 170 ming so'm. Bunisi 200 ming so'mdan bo'ladi. Ya buni narx-navosiga keladigan bo'lsak, buni bitta donasi 130 ming so'm. 10 talik bo'lsa 1 million 700 ming so'm mana shu holat. Agar ikkala boshidagini olib tashlaydigan bo'lsak, 8 talik bo'ladi, 1 million 450 ming so'm chiqadi. Ya bu xon taxtasi mana bu yerda ozgina yamog'i bo'ladi. Buni o'sha yerda ozgina yamog'i bo'ladi. Shu olib tashlanadi. 6 talik bo'ladi. 6 taligining narxi 1 million 150 ming so'mdan qilib beramiz. Endi yana nima qoldi? Endi hozir xon taxtasini ko'rsatamiz. Xon taxtasi mana shunaqa yig'ishtirilganda 7 sm atrofida bo'ladi. 6-7 sm atrofida holatda bo'ladi. Oyoqlari mana bunaqa ikkitalik bo'ladi. Turamas hozir. Mana buni ochgandan keyin bunisi kuchim yetmayapti. Mana shunaqa. O'ta baquvvat, qattiq bo'ladi. Mana oshxona-mashxonalari ham mana bunaqa. O'ta baquvvat yaxshisidan qo'yilgan. Yig'ishtiraman deganda mana shunaqangi bosib taklab qo'yilaveradi. Bularimizni kraskasi parashkovoy kraska. Pechkada 180-200 gradus atrofida kukunni sepib, qizdirib, mana shunaqa holatga keltiriladi. Kimga shunaqa stollar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilishlari mumkin. Butun O'zbekiston bo'yicha qilib yetkazib berish xizmatlari mavjud. Hammaga rahmat.